inson organizmiga kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop va sintetik dori mahsulotlari, ya'ni sun'iy tarzda tayyorlanuvchi psixostimulyatorlar. Afsuski, bugungi kunda ularni surunkali iste'mol qilish holatlari kun sayin, ayniqsa yoshlar orasida ortib bormoqda. Diqqat qiling. Biz kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop va sintetik dori mahsulotlarini iste'mol qilish oqibatlarini mantiqan 4 bosqichda ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bosqich ruhiy qaramlik. Endigina psixotrop yoki sintetik moddalarni qabul qilishni boshlagan shaxs bu dorilarni o'z organizmiga ko'rsatayotgan ijobiy ta'sirga qiziqib borishi bilan boshlanadi. Iste'moldan so'ng uning kayfiyati ko'tarilishi, muloqotga kirishish, ruhiy va jismoniy faollashuvi hamda o'ziga bo'lgan ishonch hissining ortishi. Bularning barchasi dorilarni tez-tez, muntazam ravishda iste'mol qilishga va ruhiy qaramlik girdobiga olib kiradi. Ikkinchi bosqich jismoniy qaramlik. Birinchi bosqichning asorat sifatida dorilarni tez-tez iste'mol qilinishi endi organizmning talabiga aylanadi. Dori tarkibidagi ruhiy faol moddalar inson tanasining barcha a'zolariga ta'sir o'tkazib, mutlaq o'ziga bog'lab olishga ulguradi va shu tariqa ham ruhiy, ham jismoniy qaramlik boshlanadi. Uchinchi bosqich asoratlar. Endi inson organizmi bir kun davomida ichiladigan 1 yoki 3 dona dorining miqdoriga moslashib boradi va bu dorilar tanaga ta'sir qilmay qo'yadi. Shu vaqtda esa birinchi bosqichdagi yoqimli lahzalarni o'zida muhrlab qolgan bosh miya ishga tushadi. Iste'mol qiluvchining miyasi undan birinchi safardagi hissiyotlarni takrorlashini, buning uchun dori miqdorini oshirishni talab qila boshlaydi. Dorilar miqdori oshiriladi va ular qonga qo'shilib, yo'lidagi barcha organlar, xususan yurak, jigar, o'pka, buyrak va markaziy asab tizimlarini zaharlab boradi. 4-bosqich oqibat. Iste'mol qiluvchi endi o'rnidan turishi yoki qadam tashlab yurishi uchun ham bu dorilarni iste'mol qilishga majbur bo'ladi. Chunki endi giyohvandga aylangan buyruq beruvchi bosh miya o'ylash, fikrlash va boshqa barcha vazifalarni unutib, faqatgina qon orqali o'ziga kirib kelayotgan dorilarni talab qiladi. Uning talabi bajarilmasa, qolgan tana a'zolarining harakati uchun buyruq ham berilmaydi. Kuchli og'riq va titroq bosadi. Shu tariqa kunlik odatiy harakatlar uchun ham dori iste'mol qilinadi. Oqibatda takror va takror zaharlanishdan charchagan, hayot uchun muhim bo'lgan organlar o'zining chidamlilik xususiyatini yo'qotadi. O'lim holati qayd etiladi. Aziz yurtdoshlar, o'zingiz, farzandlaringiz yoki yaqinlaringiz uchun bu qismatni ravo ko'rmang.